Siz kelip şurada anlatıp veresiz. Biz sizni halkımız bilen birge prezidentlikka sayladık. Biz sizden talep etemiz. Hamma narsani. Qoraqalpog'istonda rasmiylar nogironligi bo'lgan shaxslardan pullarni tortib olmoqda desa ham bo'ladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan taxminan 250 kishiga ultimatum qo'yildi. Ijara haqini to'lang, bo'lmasa yashab turgan xonangizdan chiqarib yuborilasiz. 2022-yildan bu odamlar Xo'jayli tumanidagi Sarishungul mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan sobiq ruhiy kasalliklar shifoxonasining binosida tashkil etilgan va faqatgina kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni to'lash sharti bilan ijtimoiy shaharchaga ko'chirilgan edi. Shu vaqtdan beri ijtimoiy shaharcha nazorat vositasi sifatida ishlatilib, ruhiy kasalliklar binolari zulm muhitini yaratib, ijtimoiy yordamni majburlash va psixologik bostirish mexanizmiga aylantirilgan. 2025-yildan boshlab ijtimoiy shaharchada yashash talablari rasmiylar tomonidan bir tomonlama o'zgartirildi. Mahalliy hokimiyat vakillari odamlarni majburiy ijara haqi joriy etilishi haqida rasman xabardor qilib, yangi talablarga jismoniy va iqtisodiy jihatdan zaif bo'lganlarga nisbatan qonuniy ravishda yashab turgan xonalaridan chiqarib yuborish bilan tahdid qildilar. Men atim Suyunova Anargul. Atfam bilan. Sizlar hokimiyatdan kelib tursiz. Solaymi? Qarar bo'yicha. Qanday lavozimda istaysiz hokimiyatda? Hokimiyatda istayman. Men просто sostav komissiyaga qo'shilganman, sol просто keldim. Men boshqa joqda. Mana yigitlarga Men Alban Isroilov. O'tkir, Otajon. Bizning qo'limizga bunday qog'oz berib qo'ydi. 665 ming so'mni shartna sud orqali 15 kun ichida to'lanmasa, sud orqali shartnoma bekarlanuvi haqida eskirtamiz degan shart bizlarga bunday eskirtuv qog'oz berib qo'ydi. Mana 3 odam tekshirib, miniki ne bo'yicha? Yo'q, men esim qaqdim-ku, ne bo'yicha? Endi bu zatni bizlarga Ava, endi ne shunga deb tursam? Yaxshi, ne shunga deb tursam? Просто ogohlantiruvchi shartnoma oldingizpa. 25-yil Eskirtuv berildi, men soni bilish. Eskirtuv qo'llarimizda turib, uni bilib neslarga ne keragi bor uni? Berilmadimi, uni tekshiryapmiz bu. Rasmiylarning bu harakati o'z huquqlarini himoya qilish va moliyaviy majburiyatlarni bajarish imkoniyatidan mahrum bo'lgan odamlarga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy zo'ravonlik hisoblanadi. Taxminan 2 million aholiga ega bo'lgan Qoraqalpog'iston O'zbekiston hududining 40% ni tashkil qiladi va taxminan 2,5 trillion AQSh dollarlik tabiiy resurslarga ega. Hukumat ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlariga munosib yashash sharoitlarini ta'minlash uchun barcha resurslarga ega. Ammo Mirziyoyev rejimi ataylab repressiya va iqtisodiy bosim yo'lini tanladi. Nogironlarni ijara to'lovini to'lash sharti bilan ijtimoiy xonalarga joylashtirish tajribasi ijtimoiy siyosat deb hisoblash mumkin emas. Bu ijtimoiy himoya va Orol dengizini tiklash ritorikasi ortiga yashirilgan ko'zbo'yamachilik va bevosita jahon hamjamiyatini aldashdir. Nogironligi bo'lgan shaxslarning halokatli ahvoli fonida Qoraqalpog'istonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun mas'ul bo'lgan Saida Mirziyoyevaning barcha ommaviy bayonotlari ochiqchasiga yolg'ondir. Uning asl maqsadi davlat vazifalariga loqaydlik va vijdonsizlarcha munosabatda bo'lib, korrupsiya amaliyotlarini mintaqaviy resurslarning misli ko'rilmagan darajada qayta taqsimlanishini yashirishga qaratilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan insonlar uchun ijtimoiy kafolatlar berish o'rniga rasmiylar aholining eng zaif qatlamiga nisbatan repressiv mexanizmlardan foydalanishga tayyor ekanliklarini namoyish etib, ma'muriy resurslarni zo'ravonlik vositalariga aylantirmoqdalar. Markazning Qoraqalpog'iston nogironlariga nisbatan bo'lgan munosabati ularning huquqlari va asosiy ehtiyojlariga tizimli ravishda befarqligini namoyish etib, eng zaif fuqarolarga nisbatan repressiyalar bilan tahdid qilmoqda. Bu esa o'z o'rnida 2022-yil iyul oyida Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan qonli voqealarni eslatib, takrorlashimiz mumkin degan iborani yodga soladi. Bu ibora davlat zo'ravonligi endi nogironlar va og'ir kasallarga qarshi qaratilgan bo'lishi mumkinligini, ularni xavfsizlik, uy-joy
tibbiy yordam va ijtimoiy himoya kabi so'nggi qolgan kafolatlardan mahrum qilishni eslatadi. Sobiq psixiatrik shifoxonalardan foydalanish, sud mexanizmlari orqali bosim o'tkazish va xonalardan ko'chaga chiqarib yuborish tahdidlari esa ijtimoiy siyosat deb atalmish iborani Mirziyoyev rejimi tizimli terror vositasiga aylantirmoqda. Ulkan tabiiy resurslarga va trillionlab dollarlik salohiyatga ega bo'lgan mintaqa rasmiy ritorika va hukumatning amaldagi harakatlari o'rtasida katta tafovut borligini ko'rsatmoqda. Ijara haqining joriy etilishi, ko'chirish tahdidi va jazolovchi psixiatriyadan foydalanish ijtimoiy siyosat emas, balki davlat zo'ravonligi va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslarni qasddan ekspluatatsiya qilishdir. Assalomu alaykum. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hamda Prezident administratsiya rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyevaga men Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani ijtimoiy shaharchada yashovchi Safarov Xudoybergan Ismoilovich bo'laman. 1957 yil tug'ilganman, 1-guruh ko'zdan nagraniman. Bu video olib borayotgan maqsadim bizlarga 22-yil mart oyida bu yerga joylashtirgan edilar. Bu yerda 1-2 guruh nagralari bor, ehtiyojmand, uy-joy yo'qlar, o'sha bilan birga o'zgalar parvarishga muhtoj odamlar bor, o'shalarga berilgan uy. Endi hozirgi vaqtda 25-yil iyun oyida bizlarga shartnoma berdilar. Shartnomada beruvchi va oluvchi, lekin bu yerda soliq degan narsa yo'q, ko'rsatilmagan. Sababi siz kelib shu yerda aniqlab berasiz. Biz sizni xalqimiz bilan birga prezidentlikka sayladik. Biz sizdan talab etamiz hamma narsani. Ularning laylanmaklari bunga kerak emas bizlarga. Bizlarda juda qiynaladi ular. Ijara to'la deb sotga beraman deyapti. Sotga ham bersin. Lekin shunga ilojini topib bizlarga kelib bir amaliy yordam qilib, uy yo'q, joy yo'q, xotin qizlar bor, nagrallar bor, shularga alohida bir uy qurib bersalaring degan umiddamiz. Buni biz hokimning o'ziga topshirib ketaylik, tinchgina. Xalqimiz juda qiynalib ketdi. Ijtimoiy shaharchada yashayotgan xalqimiz juda qiynalib azob ko'ryapti. Ish yo'q. Daromadi oladigan nafaqa bilan yashayaptilar. Pensiya puli bilan yashayaptilar bular. Endi nima qilish kerak? Mana yanında o'tirgan 1-guruh nagrani, nagrani turmush o'rtog'i. U ishsiz, bu nafaqa bilan yashaydi. Bularga kelib yordam beradigan hech qanday inson markazidan odam yo'q. Ularning hammasini inobatga oladi degan umiddaman. Balki bu shu ijtimoiy shaharchaning xalqning nomidan ham aytyapman-da o'shani. Shu inobatga olib kompleksli komissiya olib kelib ko'ringlar, tekshiringlar. Uylarimiz sovuq, balkondan suv ketyapti, ertalab kechgacha suv ketadi. İjtimoiy xodimlarga ham ko'rsatganman hammasini, lekin inobatga olmayaptilar. 25-yil fevral oyida ijtimoiy shaharchaning direktori Amongul Abjamilovga ariza berganman. Issiq yerga meni ko'chirib beringlar deb. Yo'q, kasal ustiga kasal qo'shib ketdi ular. Ana shularni hammasini inobatga olib, bu o'tirgan fuqarolarni o'z zimmamizga olishingizni so'rayman. Ham talab etaman sizlardan. Sababi biz sizni prezidentlikka sayladik. Biz sizdan talab etamiz.